Artefakt haqida 100 ta fakt. Qani ketdik. Artefaktning ismi Hasan, familiyasi Mansurov. Qishloqining ismi esa Husan, uning ham familiyasi Mansurov. Artefakt 2007-yilda tug'ilgan. Artefakt Sirdaryo viloyatida tug'ilgan. Artefaktning YouTube kanalida 705 mingta obunachisi bor. Artefakt o'z YouTube kanalini 2023-yil 15-iyun kuni ochgan. Artefakt va qishloqi egizak hisoblanadi. Artefakt 700 ming obunachini naqd 2 yilda yig'gan. Artefakt Paint dasturida rasm chizishni yoqtiradi. Artefaktning Telegram kanali ham bor. Telegram kanalida 24 mingta obunachisi bor. Artefakt yangi klaviatura va mishka sotib oldi. Mana buni men yangi kompyuter deb atayman. Faqat bitta muammo bor. Ekran sig'mayapti. Artefakt asosan Telegram kanalida aktiv bo'ladi. Artefaktning Instagram akkaunti ham bor. Instagramda deyarli 15 mingta obunachisi bor. Artefaktning ikkinchi YouTube kanali ham bor. YouTube kanalining nomi esa BDV. Hozirda u yerda 174 mingta obunachisi bor. BDV YouTube kanalida jami ko'rishlar soni 15 millionta. Artefakt BDV YouTube kanalini 2024-yil 20-mart kuni ochgan. Artefakt asosan BDV kanalida jonli efirlar qiladi. Artefaktning yana Hasan nomli YouTube kanali ham bor. Artefakt asosan Minecraft World'larda o'ynamaydi, ya'ni serverlarda o'ynaydi. Artefakt Telegram kanalida o'zini yuzini ko'rsatgan. Artefakt Paint dasturida o'zini YouTube knopkasini rasmini chizgan va yana previewsini ham chizib ko'rgan. Artefakt uydagi giloslarni teraman deb YouTube'ga video chiqarmay qo'ygan. Bu yerda yangi videoni tayyorlash kerak. Bu yerda esa gilosni terish kerak. Ko'pligini, bu hali yarmi shuncha narsani terish kerak. Yoz bo'yi qanday dahshat. Mana shuncha gilos terdik. Mana buni hammasi to'la. Bu yerda ham bitta paqir bor. Dafiga xullas. Nimaga bu chegara emas? Nimaga video chiqmayapti degan savollar bo'lmaydi degan umiddaman bundan keyin. Menda kurushka bor. Kurushka o'zbek tilida nima bo'ladi? Cho'mich. To'g'ri. Menga nima? Mayli. Yeschi like bosinglar. Artefakt 200 mingta bo'lishini o'z sinfdoshlari bilan kutib olgan. Bitta men qilay bo'ladi. Artefakt o'z Telegram kanalida videolarni qanday qilib olib borishini ko'rsatgan. Bolalar full bedvarsiz sakrab o'ryapmiz hammada mana. Hamma sakrayapti bizga o'xshab. Artefakt ikkinchi BDV kanalini 3 ta odam bo'lib olib boradi. Hasan, Artefaktning o'zi, o'rtadagi Shohrux do'sti va Husan qishloqi. Artefakt Minecraftni 400 ming obunachiga erishgandan so'ng sotib olgan. Minecraft haqida video olib 400 mingta obunachi yig'dik. O'zini esa endi sotib oldik. Hechdan ko'ra kech yaxshi. Videolarda ishlatiladigan modlarni o'zining Telegram kanaliga ham tashlab qo'yadi. Artefakt video olishda juda ham ko'p xatolar qiladi. Xullas, hamma yoq dabdala. Bizda Arti degan geniy odam bor. Xullas ko'rsat. Biz. Mana bu la'natlangan tugmani bosmadik. Shuning munosabati bilan, xuddi shuning munosabati bilan biz mana bu yerda 2 soat o'ynadik shu yerda. 2 soat o'ynadik. Işte gapirganlarimiz bir tim bo'ldi. Vanblok berdik. Vanblokning yangi qismi edi. Nezir fazani tugatdik biz bu yerda. Men ana bu yerda 2 soat mana bu narsalarni qurdim. O'lib ketib, mana bu yerda yalmog'iz. Mana bu yerda qishloqlar bor. Qishloqqa bolalarni sizlar ko'rmadilaring. Shuncha narsani men aytdim, videoga olyapsanmi dedim. Olyapman dedi. Tamom endi. BDVda video endi kechroq chiqadi. Yana notebookim ham o'chib qoldi. Pul tashlaylar. Hammasi raso. Davlonga ishchi joyga o'tasan hujum. Xullas biz 2 soat mehnat qilganimiz hammasi chotka bo'ldi. Shuning munosabati bilan birorta short savol.
Artefaktni YouTube'ga kirib kelish maqsadi 10 millionta obunachiga erishish. Artefakt do'stlari bilan tumanda mashinada qolib ketishgan. Dalilni yo'qsan? Ha, endi ko'ryapti. Xullas, dahshat tuman bo'lib yotibdi. Olib ketchi menga. Ol. Tumanni his qo'ringlar. Artefakt fizika fanidan juda yaxshi o'qigan. Shu bilan bizni bugungi videomiz o'z yakuniga yetdi. Keyingi videolarga ko'rishguncha xayr, sog'-salomat bo'linglar. Keyingi video kim haqida bo'lishini kommentariyaga yozib qoldiringlar. Ko'rishguncha.